Xamirlari og'izda eriydigan, noodatiy somsa tugilishini saharlik yoki iftorlik dasturxoni uchun albatta oila a'zolaringizga tayyorlab bering. 1 stakan iliq sutga 1 choy qoshiq tuz, bitta tuxum, 1 osh qoshiq droji va 200 gram margarito margarinlarini eritib solamiz. Venchikda yaxshilab aralashtirib, un solib, yumshoqqina xamir qoramiz va tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun go'sht, kartoshka, piyoz, tuz va murch solib, yaxshilab aralashtiramiz. Xohishingizga qarab nachinkasini o'zgartirsanglar bo'ladi. Yarim soat turib, oshgan xamirimizni zuvlachalarga bo'lib chiqamiz. Yoyib olib, nachinkadan solib, ikkita chetini o'rtaga olib kelib tugib chiqamiz va zupachiska yordamida ko'rsatilgandek qilib, xuddi kiyim tikkandek o'tkazib olamiz. Hamma zuvlachalarimizni shu ko'rinishga keltirib olamiz va ustiga tuxum sarig'i surib, kunjutlardan sepib, duxovkaga jo'natib yuboramiz. 180 gradus 45 minutda o'zgacha somsalarimiz tayyor bo'ladi. Yoqimli ishtaha. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي